Iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov davlat qarzi bo'yicha tanqidlarga mamlakat infratuzilmasini rivojlantirish uchun tashqi mablag' jalb etish tabiiy va zaruriy jarayon deb javob berdi. Vazirning aytishicha, joriy yil 1-aprelda O'zbekiston davlat qarzi 42,4 milliard dollarga yetgan. Shundan 35,6 milliard dollari tashqi, 6,9 milliard dollari ichki qarz. O'tgan yilda qarz 10,8 milliard dollarga oshgan bo'lsa, bu yil yanvar-mart oylarida davlat qarzi 2,2 milliard dollarga ko'paygan. Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, davlat tashqi qarzining 19,3 milliard dollari yoki 54% xalqaro moliya institutlari bergan. Bunda eng yirik kreditorlar Jahon banki 774 milliard dollar va Osiyo taraqqiyot banki 744 milliard dollar bo'lgan. Xorijiy hukumatlar moliya tashkilotlari esa jami 10,6 milliard dollar kredit ajratgan. Umumiy summaning 30%. Bunda Xitoy taraqqiyot davlat banki hamda Xitoy Exim banki 3,6 milliard dollar, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi 3,1 milliard dollar kredit yo'naltirgan. Xorijiy investorlar esa 566 milliard dollarlik xalqaro obligatsiyalarni sotib olish orqali mamlakatga qarz bergan. Aslida ichki resurslar bir qator ehtiyojlarni moliyalashtirish uchun yetarli bo'lmaganda mamlakat qarz olishni boshlaydi. Biroq O'zbekiston ulkan ichki resurs va imkoniyatlari bo'la turib, qarz olishligi Qo'chqorov aytganidek tabiiy jarayon emas, balki aynan muammodir. Va bu muammoning boshlanishi emas, muammolar zanjirining bir halqasi hisoblanadi. Muammoning boshlanishi esa O'zbek hukumati tatbiq qilayotgan kapitalistik iqtisod tuzumidir. Chunki bu tuzum qarz olishga majbur qiladigan iqtisodiy tanglikni vujudga keltirib, mustamlakachi davlatlarning qarz tuzog'iga ilintirib beradi. Natijada eski qarzlarni to'lash maqsadida yangi qarzlar olish bilan xalqning bo'yniga yangi avlodlar to'laydigan qarz sirtmog'ini tashlaydi. Qo'chqorov esa davlat qarzini hasposhlash uchun gapirayotganda milliard o'rniga trillion deb beparvo xato qilishi O'zbek hukumatining xalq taqdiriga qay darajada e'tiborsiz ekanligini ko'rsatadi.